Assalomu alaykum, hurmatli do'stlar. Mana biz navbatdagi ishimizni ham bitkazib egalariga topshirdik. Ko'rishlaringiz mumkin mana. Bizada komforkamizning joyi, moyka, 22 litrlik qozonimiz, 1 putlik qozonimiz, uglda mangalimiz bo'ldi. Mana bu yerga рабочий stol yasab berdik. Zo'r. Dahshat chiqqan. Tentak chiqdi lekin. Rahmat. Облицовочный lego ishlarimiz bardovi bilan oqni kombinatsiya qilib terdik. Mana shunday ko'rinishga ega bo'ldi.